Hürmetli vatandaşlar, biz sözlavat leksiyelerimizde Japonya'nın veziri Hindistan'ı ziyaret kıldı. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Hindistan'ı ziyaret kıldı. Ondan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mudofaa ministri Hindistan'ı ziyaret kıldı degan edi. Hozir endi Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mudofaa ministri Hindistan'ı ziyaret kılgandan keyin Kabulga keldi. Kabulda aeroportda qandaq söz dedi. Bu sözün hozirgi real ahamiyatini nima ve kelgüsü ko'rsatgan ta'sirini ve kelgüsü qandaq tutmuş to'g'rida leksiya so'zlaymiz vatandosh. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mudofaa ministri Amerika Afg'oniston urushidan chekinib chiqmaydi dedi. Mavzuli xabar 9-oyning 27-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qildi. Xabar bunday boshlandi. Kabul Amerika Qo'shma Shtatlar davlat mudofaa ministri James Mattis mundaq ko'rsatdi. Amerikaning Taliban bilan bo'lgan o'tirdagi qatmallikni buzib o'tmoqchi bo'lganligiga agishib, yangidan qo'llangan taktikasi bo'yicha Afg'onistondagi urushdan Amerika voz kechmaydi. James Mattis haftaning 3-kuni Kabulni ziyorat qilganda mundaq ko'rsatdi. Hamma ahvolni hisob qilib, paytni ta'minlab, yangi Janubiy Osiyo strategiyasini yo'lga qo'ygandan keyin sizlarning, ya'ni Afg'onistonni demoqchi, askariy qismlaringlar zo'ravonlar qarshi turish operatsiyalarida vaziyatni o'zgartdi. Biz Afg'onistonni texnik yaxshi qo'llaymiz. Mudofaa ministri Amerika Qo'shma Shtatlarining James Mattis bunda ko'rsatdi. Biz Afg'onistonni rahmisiz huquq tartib almoqchi bo'lgan kishilarning, ya'ni dushmanlarning qo'liga topshirib berolmaymiz. NATO'ning kotibi Steinberg o'xshashli NATO'ning Afg'onistonga bergan va'dasiga kafolat qiladiganligini bildirdi. Prezident Trump o'tgan oyda Afg'oniston planini jakarlab, Hindistonni o'z ichiga olgan rayondagi davlatlarning texmi zo'r rol o'ynashini o'ttirg'a qo'ygan edi. Kabul Hindistonni ziyorat qilgandan keyin James Mattis ikkinchi qatam ziyorat qilgan davlat bo'lib qoldi. Kabul Hindistonni ziyorat qilgandan keyin James Mattis ikkinchi qatam ziyorat qilgan davlat bo'lib qoldi, yoki shahar bo'lib qoldi. James Mattis Hindistonni ziyorat qilganda Hindistonning Afg'onistonga qo'shgan qimmatli tuhfasini qarshi oladiganligini bildirdi. Afg'onistonning demokratiyasi muqimligi, bexatarligi uchun ko'rsatgan tirishchanligini madhiyahladi. Hindiston davlat mudofaa ministri Nicholas Straman Kabul bilan hamkorlikni kuchaytirganligi to'g'risida va'da berdi. Amerika Afg'onistonda harbiy kuchlarni ko'paytirishni o'ylashyapti. James Mattis 3,000 nafar askariy qism avatadiganligini, umumiy askariy kuchning navbatda Afg'onistonda 14,000 kishilik qo'shin bo'ladiganligini takrorladi. Prezident Trump texnika harbiy qurol-yarog' avatishni planladi. Harbiy tarafning sonliq ma'lumoti oshkor qildiki, Amerika Qo'shma Shtatlari 8-oyda Afg'onistonni ta'minlagan qurol-yarog' 2012-yilda hisoblaganda eng ko'p harbiy qurol-yarog' avatilgan bir oy bo'ldi. Afg'oniston 16 yildan bir urush qatmanligiga kirib qoldi. Amerika armiyasining roli urush qilish emas. Bu qatim Amerika armiyasining roli urush qilish emas. Afg'oniston davlat mudofaasini maslahat va yordam bilan ta'minlashdir. Afg'oniston hukumati mundaq amaliyotga asoslab chiqargan qarorni qarshi oldi. Washingtonda bir nafar afg'onistonlik amaldor Ahmad Shoh mundaq dedi. Amerikaning Afg'onistondan chekinib chiqishining vaqti belgilab bermaganligi bu bir yaxshi ish. O Amerika ovoziga mundaq ko'rsatdi. Biz navbatdagi strategik siyosatni qo'llaymiz. Ya'ni uni demoqchi bo'lgani, biz navbatda Amerika Qo'shma Shtatlarining Afg'onistonga qaratgan siyosatni qo'llaymiz. Prezident Trump hukumatining
Afganistan'daki katlık ve kat'i meydanı her bir ciheti üstünlükке yeterliktir. Ahiret Taliban'la söhbet üstünlüğü elip gelişten ibaret. Bu maksattan qaraganda növbette Amerika, Afganistan hükümeti bütün memleketten Amerika'nın yardımıyla Afganistan hükümeti bütün memleketten 60%'ni egallab turgan bolsa, Afganistan hükümetini kollaydigan bolsa Amerika Qo'shma Shtatlari Talibanlar bilan bütün memleketning 40% egallab turibdi. Endi o'zi aytgan so'ziga nima dedik? Taliban bilan hükümetning o'tirisini yarashtirish. Ularni suhbat ustiga elib kelish Amerika'nın bu qatimki stratejik planlarının içindeki bir plan degan so'zni yoki maqsad degan so'zni aytgan sizlarga so'z beradi, hurmatli vatandoshlar.